Afg'onistonning Samangan viloyatida 3-noyabr kuni Toshkent vaqti bilan soat 01:29 da sodir bo'lgan zilzila kuchi O'zbekistonga ham sezildi. Favqulodda vaziyatlar vazirligining Seysmoprognostik monitoring respublika markazining xabar qilishicha, zilzila magnitudasi 608 ballga teng bo'ldi. Episentrda sezilish kuchi 7 ballni tashkil qildi. O'zbekiston hududida sezilish kuchi: Surxondaryo viloyatida 5 ball, Qashqadaryo viloyatida 3-4 ball, Samarqand, Jizzax, Navoiy, Buxoro, Sirdaryo viloyatlarida 3 ball, Toshkent shahrida 2-3 ball, Farg'ona viloyatida 2-3 ballni tashkil etdi. Favqulodda vaziyatlar vazirligi axborotiga ko'ra, talafotlar to'g'risida ma'lumot kelib tushmagan. Afg'onistondagi zilzila oqibatida kamida 8 kishi halok bo'lgan. Qurbonlar soni ortishi mumkin. Bizga esingiz ham keldi. Hamma ko'chaga chiqib olgan. Zilzila yomon bo'lyapti.